Salom do'stlar. Birinchi videomizda shu maqolani yuklab, birinchi savolni berdik va ilmning ayrim imkoniyatlari va oynalar haqida ham qisqa gaplashgan edik. Bugun maqoladan kerakli ma'lumotlarni olish uchun to'g'ri savol berish, ya'ni savol berish san'ati 4 ta aniq savol bilan butun maqolamizni bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Bu savollarni siz o'zingiz bilim va salohiyatingizdan kelib chiqqan holda ham berishingiz mumkin. O'tgan videolarimizda aytib o'tganimdek, sun'iy intellektdan foydalanish go'yoki odamlar nazarida bilim saviyasi past odamlar ishlatadi degan noto'g'ri fikrda bo'lishadi. Aslida aksincha. Bilim saviyangiz qanchalik yuqori bo'lsa, sun'iy intellektdan kerakli ma'lumotlarni shunchalik to'g'ri so'rashingiz va uning xatolarini tahlil qila olishingiz mumkin. Shuni ham tan olish kerakki, hozirgi kunda chet elda ham ilmiy maqolalarni birlamchi qoralama, ya'ni draft versiyalari sun'iy intellekt yordamida yoziladi. Chunki u shunchaki yordamchi vazifasini bajaradi. Asosiy fikr va mantiq inson, ya'ni izlanuvchining o'zida qoladi. Siz esa umuman olganda sun'iy intellekt bilan faqat bu ishlarni tartibga solish, tez bajarish, tez qog'ozga tushirish va keyingi tahrirlarga o'tish bilan shug'ullanasiz. Demak, savollarga o'tamiz. Ben aytgancha savollardan o'tishga oldin biz LM'ning studiya panelidan ayrim funksiyalarni yoqib qo'yamiz, chunki bu bizga generatsiya jarayonini bir qancha vaqt olishi mumkin. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun men hozir bugunga kerak bo'ladigan, agar ulgursak, demak audio periskaz, ya'ni audio sharh funksiyasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, sozlanmalar mavjud va siz o'zingizga kerak bo'lgan sozlanmalarni qilishingiz mumkin. Demak, to'liq sharhlash, qisqacha sharhlash, retsenziya, ya'ni qanaqa otsenka qilinishini ko'rishingiz mumkin. Debat sifatida audio sharhlar yaratish mumkin. Undan tashqari standart audio sharh uzunlikda bo'ladi va kichik. Bizga hozir kichik. Til masalasiga keladigan bo'lsak, hozircha LMda o'zbek tili mavjud emas. Shuning uchun rus yoki ingliz tilidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Qolgan tillar ham bor. Afsuski o'zbek tili hozircha mavjud emas. Umid qilamanki, yaqin kunlarda buni ham qo'shishadi, juda qulay bo'lardi. Chunki qolgan funksiyalar ham xuddi shunday boshqa tillarda ishlaydi. Misol uchun, men uchun infografik rasmlar o'zbek tilida kerak bo'lsa, men ularning infografikasini o'zbek tilida yarata olmayman. Afsus. Hozircha bu bizga yetib turibdi. Demak, bizga kerakli bo'lgan qisqacha to'liq analizni qisqacha shaklda tayyorlashni aytamiz. Siz o'zingiz ma'lum bir savollaringiz bo'lsa, bu yerga yozishingiz mumkin. Men hozir buni qilmayman. Faqat generatsiya tugmasini bosib qo'yaman. Biz qolgan qismni bitirgunimizcha bu bo'ladi degan umiddaman. Demak, bundan tashqari aytaylik, mental xarita, buni ham generatsiya qilishingiz mumkin. Tak, generatsiya tugmasi. Bugunga keling, yana kartochkalar. Bu yerda ham sozlanmalari bor. Test. Demak, test. Kichik testlar. Tak. Prezentatsiya video darslikni, ya'ni video sharhni keyingi videolarda qoldiramiz. Отчетni ham. Shunda keling. Infografika keyingi, bugun tablitsadan yaratib ko'rishga harakat qilamiz. Demak, bugun audio sharh, mental xaritalar, kartochkalar, testlar va ma'lumotlar tablitsasini yaratishga harakat qilib ko'ramiz. Bungacha biz ketma-ket savollarni berishga harakat qilamiz. Bu umuman siz ishlaydigan, o'rganayotgan maqolaga deyarli hammasiga taalluqli bo'lib, buni qo'llashingiz mumkin prompt sifatida yoki o'zingizni qiziqtirgan savollarni berishingiz mumkin. Keling, hozir biz yozishda davom etamiz. Birinchi savolimiz, bu maqsad, gipoteza va asosiy natijalar haqida men yozyapman. Demak, 5 jumla haqida yozib ber. Bu degani qisqartma siz bo'lishingiz mumkin, to'liqroq yoki optimallashgan formada javob ber.
xohlagan shaklingizni tanlashingiz mumkin. Men tezroq bo'lish uchun buni 5 jumlada javob ber degan ma'noda berdim. Bu menga juda tezlik bilan asosiy maqsad, gipoteza va natijalarni ko'rsatib berdi. Demak, keyingi savol bu demak, metodologiya va namuna hajmlari va dizayni haqida, ya'ni qanday metodologik tadqiqotlar ishlatilyapti, namuna hajmlari, ya'ni izlanuvchilar yoki o'sha bemorlar soni yoki qanday tashkilotlarda qaysi ya'ni instrumentlar ishlatilganligini ko'rsatib beradi. Buni ham tezgina javobini oldik. Keling, 3-savolni ko'rib o'tamiz. Bu asosiy savollardan biri bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda juda qadrlanadigan. Demak, 3-savolga o'tamiz. Uchinchi savol eng muhim savollardan biri. Bu muallifning o'zi tan olgan cheklovlar. Bu qadrlanadigan, ya'ni maqolalar uchun qadrli bo'lgan qismlardan biri. Ya'ni cheklovlar nimalardan iborat edi? Demak, buni ham tez javobini oldik. Aytgandek, bizga eng kerakli, aytaylik, siz biror bir savol berdingiz va sizga biror bir qismi juda muhim, kerak. Buni yo'qotib qo'ymasingiz mumkin, chunki juda ko'p chat oynasi bo'ladigan bo'lsa, siz buni yo'qotib qo'yasiz. Agar bizda saqlash, ya'ni сохранить в заметке saqlab qo'yish tugmasi bor. Buni bosadigan bo'lsak, bizning studiya oynamizda paydo bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Ограничение и перспективы применения системы Iriscope. Demak, bizning savolni javoblari bilan shu yerda saqlaydi. Studiyani pastki oynasida. Hop. Buni ham ko'rib oldik. Keyingisi 4-savolimiz. Bu har qanaqa maqola yoki biror bir statiya, izlanishlarni o'qiyotgan bo'lsang, uni maqsadi siz o'zingiz qo'llashingiz. Ya'ni qayerda qo'llayman degan savol albatta bo'ladi. Bo'lmasa bu maqolani o'qigandan ma'no yo'q. Ya'ni siz o'qiysiz, buni siz ishlata olasizmi yoki ishlata olmaysizmi? Sizga kerakmi, kerak emasmi degan asosiy savollardan biri. Sizga aynan qaysi biri kerakliligini tanlab olishingiz, ya'ni siz uchun foydali ekanligini bilishingiz bu savol bilan foydalanishi mumkin. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, biz amaliyotda qo'llashda ehtiyot bo'lishimiz kerak degan so'z qo'shildi. Ya'ni amaliyotda qo'llayman degan savol bersangiz, u to'g'ridan to'g'ri sizga berishi mumkin, lekin ehtiyotkorlik bilan qo'llashimiz kerak bo'ladi deganda sizga o'sha cheklovlari bilan birga nega bunday holatda qo'llash mumkin, nega qo'llash mumkin emas degan xulosalar bilan beradi. Xo'p, demak 4ta savolimizni ko'rib chiqdik. Endi men tez va tushunarli qilishga harakat qildim, chunki savollar bersak bundan ham ko'p savollar bo'laveradi. Aytib o'tganimdek, savol berish mahorati bu sizning bilim darajangizga bog'liq. Keling, endi biz generatsiyaga bergan panel oynalariga o'tamiz. Demak, keling birinchi bo'lib mental xaritaga qaraymiz. Demak, mental xarita bu yo'l. Umuman olganda siz mavzuingiz, hop, kattaroq qilamiz. Mavzu, undan keyingi mavzuni bir nechta bo'limlarga bo'lgan, har bir bo'lim o'zining yo'llari, ya'ni bu vizual, siz adashib ketmasligingiz uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir yo'lning o'zini yana yo'laklari bor. Ya'ni kriteriyalarga bo'ladi, undan keyin har bir kriteriyani, agar ichki kriteriyalar bo'lsa, uni ham kriteriyalarga bo'lib ko'rsatadi. Men hozir mental xaritani to'liq ochaman va sizga ko'rsatishga harakat qilaman. Endi bu bizda ma'lumot kamroq bo'lgani uchun mental xarita ham bir oz kichkina. Men ko'p maqolalar bilan ishlaganligim uchun men uchun bu biroz kichkina mental xarita, chunki mental xarita orqali siz o'zingizni, fikrlaringizni yana bir bor tartibga solishingiz mumkin. Ya'ni
maqola asosiy mavzusi, uni nima fundamentlari bor edi, har bir fundament asoslari va ularga tegishli bo'lgan ko'rsatkichlar sifatida bo'lishingiz mumkin. Bu mental xaritani saqlab olishingiz yoki o'chirib tashlashingiz mumkin. Demak, aytaylik, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, ya'ni bo'lishish tugmalari bor. Bularni olib siz bo'lishingiz mumkin mental xarita bilan yoki yuklab olish tugmalari. Yuklab oldik. Yuklab olish tugmasi bir zumda ishlaydi. Studiyaga qaytamiz. Undan keyingisi demak, bu bizda ma'lumotlar jadvali sifatida berilgan. Bu bir qancha ma'lumotlar jadvalini hosil qilgan. Deylik, eng keraklilarini aniq qilib ajratgan. Siz agar kerakli savolni, kerakli ma'lumotlar jadvalini tuzib aniq bersangiz, bundan ham chiroyli jadval qilishi mumkin. Undan keyingi, demak, bu savollar, bu bevosita ichki muhitda savollar yaratadi va siz o'qib chiqqan maqolangizni o'zingizni tekshirib chiqishingiz mumkin. Yoki aytib o'tganimdek, o'qituvchilar uchun bu savollarni talabalar yoki biror bir o'rganuvchilarga tayyorlab borishi mumkin. Bu yerda ko'rib turganimizdek qo'shimcha savollar yaratish bor. Bularni o'zgartirish yoki umuman o'chirib tashlash. Savollarni belgilasangiz, to'g'ri noto'g'riligini belgilab, birdan sizga javoblarni ham chiqaradi. Mana shu shaklda ishlaydi. Undan keyingi kartochkalar, bu ham aytib o'tganimdek o'qituvchilar uchun juda qulay bo'lgan. Ya'ni kartochka va orqa tomonda uning javobi bo'ladi. Aytaylik, savol bosamiz, orqa tomonda demak bizda javoblar bor. Undan keyingi bu juda qiziqarli. Aytaylik, maktab o'quvchilari, kichik yoshdagi bolalar uchun ham ma'lum bir darslarni tayyorlashda juda interaktiv tayyorlash mumkin. Va bevosita siz o'zingizning LM oilangizga kirib tayyor bo'lgan savollar yoki kartalarni bolalarga ko'rsatishingiz mumkin. Bu juda qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Endi bu yerda asosiy yozma ma'lumotlar bo'lganligi uchun shu shaklda bo'lyapti. Agar sizda interaktiv oynali yaratmoqchi bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz bundan ham ko'p bo'lsa, juda chiroyli va ko'p kartochkalar yaratishingiz mumkin. Bundan keyingisi bu, demak, audio sharhimizga o'tadigan bo'lsak, audio sharhni biroz eshitishingiz mumkin. Men hozir buni qo'yaman. Audio sharh, aytib o'tganimdek, sizda safarlar yoki biror bir ishingiz bo'ladigan bo'lsa, audio sharh generatsiya qilib olib, uni yuklab olasiz va o'zingiz eshitib, undan xulosalar chiqarishingiz mumkin. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Bizni kuzatishda davom eting. Siz bilan Smart Medical AI Ustoz Uz loyihasi bo'ldi. Salomat bo'ling. Представьте, что вы ищете какую-то крошечную деталь в абсолютно темном извилистом лабиринте. Ну вот именно так до недавнего времени врачи искали камеру размером буквально с игольное ушко плюс нейросеть. Угу. Потому что раньше врачи работали почти вслепую. Ну да, ведь как работают КТ или ультразвук? Они как радары. Показывают, мол, проблема где-то здесь, в этом квадрате. Но перед самой биопсией врач ничего не видит, берет ткань на ощупь. Именно эту проблему и решает устройство из нашего материала. Оно называется айрископ. Это такой эндоскопический видеозонд. Зонд. А какой у него размер? Всего 1,3 мм в диаметре. То есть он проникает в самые узкие бронхи и впервые дает врачам прямую трансляцию изнутри. Ничего себе. А в чем тогда? Суть в том, что алгоритм уверенно обошел младших специалистов. Использование этого крошечного зонда вместе с нейросетью позволит обычным районным больницам поднять качество диагностики. То есть мы даем этот инструмент рядовому врачу, и пациенту больше не нужно ехать за сотни километров в столицу. Вот именно. Мы тиражируем опыт лучших специалистов и делаем диагностику доступной здесь и сейчас, не дожидаясь, пока врач накопит 20 лет стажа. Получается, это просто идеальный пример того, как технологии решают сложнейшие задачи, без попытки вытеснить человека. Заметьте, ИИ здесь просто ассистент. Да, такой умный цифровой наставник, который страхует от ошибок в этом темном лабиринте. Объединение человеческого мышления с анализом тысяч пикселей – это то, что спасает жизни. Знаете, это наводит на одну очень интригующую мысль. Если уже сегодня алгоритм, просто глядя на кадры, так помогает новичкам, что будет завтра? Страшно даже представить, в хорошем смысле. Абсолютно. Вполне возможно, скоро алгоритмы научатся замечать визуальные предвестники болезней, которые наш человеческий глаз просто физически не способен уловить. И тогда этот темный лабиринт станет для нас абсолютно прозрачным.